Yo, hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan yana o'sha Neoblox kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz shunaqa Robloxda mana shunaqa o'yin topib oldik. Mana shu o'yinda nomi nima ekan? bilmayman. Mana shu o'yinda birga kuchayishga harakat qilamiz. Men bu o'yinda o'ynaganman. Men bilan ukam qani salomlashib. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Shu Roblox o'yinini o'ynaymiz-da. Roblox. O'shada. Men bu o'yinda o'ynaganman. Zazi holat telefonda. Qani bo'lmasa sekin boshladik, bo'lmasa birinchi stage deyapti. Hozir bizning kuchimiz yo'q. Hozir mana shunday kuchaytirib olamiz. Rebirthlar bor ekan. Sovg'a tekinga berar ekan. Qani? Yo'q, buni bo'lmas ekan. Obunachilar albatta video boshlanmasdan oldin kanalga like va obuna bosib qo'yishingizlardan chiqmasin. Bunday zo'r videolar meni kanalimda bo'ladi. Tezroq 50 ta obunachi bo'lgandan keyin stream qilamiz. Escape keyboard o'yindi. Mana biz hozir 4-level bo'ldik. Tepamizga ko'rsatar ekan obunachilar. Endi bunaqa urib sindiramiz. Xuddi ananga o'xshar ekan, escape keyboardga o'xshar ekan. Bitta anavi olar ekan, bitta unaqa oldik. Doz bu yoqda mana unda qalik bor ekan. Buni olamiz. Ana endi kuchaymiz 2 tadan beri. 5 tadan beryapti. Obunachilar yaxshilab hozir levellarimizni kuchaytirib olamiz. Qani boshladik bo'lmasa. Kuchayamiz. 15-uruven qilib sekin anavi qilishimiz ham mumkin. Bu yoqda nimalar bor ekan? Auralar bor ekan. Mana auralar bor ekan. 200 taga. Keyin Robux bor ekan. Keyin mana story bor ekan. Olishimiz mumkin ekan. Birdan 4 Robuxga beryapti. Mana Rebirth bor ekan bu yoqda 25 ta. Hamma mayli. Endi buni buzib o'tamiz. Davay obunachilar. Bunaqa sakrash kerak ekan. Sakrash kerak ekan. Obunachilar men bilmay qopman. Endi sakraymiz hozir bitta urib bu yoqdan qochib ketamiz. Bu mendan ham ko'plari bor ekan. Men hozir small ekan, kichkina ekan. 500 tani bittada urib yubordim-ku. Qiyshiq. Hozir obunachilar endi buni bitta urib sindirib yuboramiz. Endi sekin bu yoqlardan o'tib ketamiz. Endi mana uni bitta urib, ikkita urib yo'qotib yuboramiz. Davay sakraymiz. Davay obunachilar, davay. Like va podpiska bosishingizlardan chiqmasin. 10 kana qila olmaymiz. 3 ta o'yinga keldik. Endi mana yoqda 3 ta o'yinligi bormi ekan obunachilar? 250 ta. 5 ta o'yinga bor ekan obunachilar. Bizda hozir 3 ta o'yinimiz bor. Shuning uchun yaxshilab yana bitta o'sha joygacha boramiz. Qani qaqacha qilar ekanmiz. Hozir biz ikkinchi stage'gachamiz. Ikkinchi stage'dagi 3 tani olib, keyin qaytamiz obunachilar. Davay. Qani 3 tani oldik. Ana endi biz ana yoqdagi Gantailni olishimiz kerak bo'ladi. Mana yoqdagi Gantailni olamiz. Bizga 12 tadan beryapti obunachilar. Ana endi Rebirth qilamiz 25-uruven bo'lib. Agar Rebirth qilsak ana yoqda unaqalar urushmi, janglar bor ekan. Qani bir ko'rib kelaylik obunachilar, nimalar bor ekan. Bu yoqda bunaqa boksinglar bor ekan. Bu nima ekan? Bitta Rebirth kerak. 18 talab beryapti ekan. Mana shu yoqda kuchayish kerak ekan obunachilar. Keyin bitta Rebirth qilib ana yerga o'tishni. 4 ta Rebirth. 4 ta Rebirth ekan obunachilar. Qiyin ekan. Davay endi Rebirth qilamiz obunachilar. Ana Rebirth qildik. Keyingi Rebirth 27 tadan beryapti. 50-uruvendan keyingi Rebirth. Aha obunachilar. Bitta Rebirth qildik mana. Bittani kubikimiz bor. Ana endi hozir yaxshilab kuchayib olib 10 kalikka harakat qilib ko'ramiz obunachilar, yaxshilab. Sizlar albatta like va podpiska bosib qo'yishingizlardan chiqmasin. Qani davay bo'lmasa 30-uruven bo'ldik o'sha. Hozir 35-uruven bo'lib qani boshlaymiz bo'lmasa. Davay ketdik. Qani nimalar bor ekan o'z bu yoqda? Bu yerda 4 ta Rebirthga mana bunday qilsa bo'lar ekan. 8 ta Rebirthni bunaqa muzlisini qilsa bo'lar ekan. Bu Robux bu yoqlar hammasi. Bu yoqda suv tomchilik 14 ta Rebirth, Reverence. Bu yoqda nima ekan? Bu kallasini olib tursa yaxshi bo'lardi-da mana. Bu 12 taga olmozli ekan. 8x stage berar ekan. X6 8x berar ekan. Strange bu oltinli ekan. 10 ta Rebirthdan keyin berilar ekan obunachilar. Qani bo'lmasa muncha tirriqman men. Zato tepadagi Decantga o'zgardi obunachilar. Qani 500 dan bittada sindirib yubordik obunachilar. Sakraymiz obunachilar. Davay obunachilar. 10 kani yarmini yiqitib yuboramiz u, lekin 10 kada nariyog'ida nima borligini hech kim bilmaydi. Nayzalarmi? Vuy nayzalardi. Bu 100 ga kuchimiz yetmasligi aniq. Shuning uchun 10 tani olamiz va mana yoqdagi Gantaillardan birini tanlab olishimiz kerak. 12 ta kerak, 12 ta. 20 ta ekan obunachilar. Yana bitta o'sha joyga boramiz obunachilar.
Ha 10 tani sindirib o'tamiz. Bu yoqlardan уже easy o'tsa kerak, hammayni sakrab o'tamiz. Davay. Davay, davay, davay. 10 kani ham sindirib o'tamiz bemalol. Qani davay, 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 davay. Hozir keyin bundan keyin rebirth qilishni boshlaymiz, obunachilar. 3 ga kiyib sakrayapman o'zi ham. 10 tani olamiz. Ana endi mana yoqda gantelni activity qilib qo'yamiz. 20 talik oltinli gantel. Qani nechtadan beryapti? Hozir yana borib olaylik. Endi mana shundan keyin rebirth qilishimizni boshlaymiz. Muncha qiltiribmanmi? 112,5 tadan beryapti. Zo'r obunachilar. Bemalol hozir 50-urbinga bemalol borib olamiz obunachilar. Hozir 50-urbinga boramiz hozir. Keyin rebirth qilamiz obunachilar. 8, 49, 50. Davay yana rebirth qildik. Endi 150 tadan beryapti obunachilar. Keyingi rebirthni ham qilib tashlaymiz shu yerning o'zida. Video qiziq bo'layotgan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yish eslardan chiqmasin. Tezroq 50 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Ukamni ham kanalga podpislashib qo'yinglar. Ukamni kanali sho'xroq bo'larkan? Bilmayman. Qani hozir 75-urbinga kirib olamiz. Lekin buni sovg'ani berganda yaxshi bo'lardi-yu. Mayli obunachilar. Avro olishimiz kerak ekan bu yoqda. Biz hozir avro olishimiz Oxiriga ko'rib ko'ringchi, oxirida. Oxirida necha 10 millionligi bor ekan. Ha. Bunda trail yo'q ekan obunachilar, aytib qo'yibman. Bu yoqda stage'larga ham borsa bo'lar ekan bunda kubik. Aytdim-ku o'xshaydi deb. Ha, unida Bo'ldi, keyin keyboard, escape keyboard. 63. 10 tani ham bitta sindiramiz. Uje biz Everrange o'zgardik. Tepada kuchimizni ko'rishingiz mumkin. O'zgardik obunachilar. Qanday ular katta? Bular yaxshilab kuchayishganda bular. Endi 10 kani ham bitada sindirdik obunachilar. Bitada sindirdik. Ana endi 100 ga harakat, davay. Yaxshi sindiryapmiz lekin 100 kani ham. Qanday qilamiz? Nima qilish kerak endi bunda tushunmay qol. Tsunamimi? Sakrashdi. Yugur, davay. Voy! Qanday? Mana Ovoz to'xtab tur. Buni tezligini oshirish mumkin emasmi-ki? Yo'q, nima qolsa bo'lar ekan. Speedga o'ynasak bo'lar ekan. Davay, ketdik. Nechtaga? 10 taga. Davay, sindirib o'tamiz. Endi tezda qilib olishimiz kerak. 500 tadan keyin o'zi beradi 10 talikni. 10 kadan keyin beradi. Jonga tegdi mana shu orqaga itarib yuboradigan. Keyin. Qani endi 500 dan sindiramiz. Davay. Endi sakrab o'tamiz. Endi 10 kani ham bittada sindirib o'tib, mana shunaqa parkurlar qo'ysa yaxshi-yu, obunachilar. Mana yoqqa sraz o'tib, endi biz speedga o'yib olamiz. Nima bo'ldi endi hozir? Tezlashdimmi? Qaqa tezlashtirdi bu? Bitta tezlashtirgani yo'q. Bitta ustiga bosingchi, tez yursa kerak. Ustiga bosish foydasi yo'q buni. Davay endi 10 kadan o'tamiz. Sal tez yuguryapsiz. Sal tez yuguryapman, lekin bu yoqda speed yo'q ekan. Qani 100 kani sindirib o'tamiz. Qanday bundan o'tamiz? Bilmayman, tez yugurib o'tamizda. Muncha kichkina bu. Ustidan sakrab o'tib ketsangiz bo'ladi. Davay. Yugur. Ana o'tdik obuna. Voy, hozir gravi nechta 100 ta anonga ekan. Mana shuni olishimiz kerak-da biz. Ko'kdim. O'sha ko'kda. Mana uni olamiz, ana endi yuguramiz tezda. Obunachilar, men qancha video bo'lishidan keragi yo'q. Men mana shu videoni uzun qilib long formatda olaman. Menga baribir. 10 kani ham sindirib o'tamiz. Davay 100 ga, davay, harakat davay. 100 kani bitada o'tib ketamiz. Bu qanday tezlash mumkin bunda, ha? Texnologiya, obunachilar, texnologiya. Mana yoqdan qolsak bo'lar ekan-ku. Aytdim, men nima ulgura olmayapman desam. Bo'ldi mana. 400 ga sindira olmasak ham 25 ta, ana endi 100 ta yig'ishimiz kerak. Endi biz hozir ana yoqda 50 tami shunda nechtaga bu? 60 taga ekan. Davay harakat qilamiz. Harakat qilib bo'lmaydi. Rebirth qilgandan keyin qilsa bo'ladi. Tushay bu yoqqa. Davay. Hozir rebirth qilamiz obunachilar.
Yaxshilab kuchayib olamiz. 66, 14, yaxshi. Rebirth qilishga tayyorlanamiz. 2x strange berar ekan, 2,5x bo'lar ekan. Max level 75, keyingisi 100-level bo'lar ekan. Yo-mayo. Skip qilish qancha Robux ekan? 19 Robux ekan. Obunachilar, menda 0 Robux. 0 Robux. Robux menda 0. Qanday ko'paytirishni ham bilmayapman. Kim agar menga ana tashlamoqchi bo'lsa, Robux tashlamoqchi bo'lsa, men nickimni kommentariyada qolaman. Qoldiraman, menga bemalol Robux tashlashingiz mumkin. Hozir 74, hozir 75 bo'lamiz. 75 ana bo'ldik. 187,5 tadan beryapti. Yomon tez kuchaydi. Yomon ondan qanaqaligi bor, hakerligi bormi? Keyingi 100, 100, keyingisi 125 ekan. Voy. Hozir endi biz 75 bu olib, keyin 400 ga harakat. Davay. Qancha ekan? 9 bu 2x. Bizda 2x bor, nima kerak yana? Teleport. Davay teleport qil. O'zimizga yetishmay turibdi-yu. Men bo'lganimda teleport qilaman. Qilmasdim. 25 ta 50 ta yana bitta 15 ta olsak, zo'r bo'lib ketadi-yu. Mana kuchayar ekan. Bular Robuxga sotib olinadi. Muncha tirqmiz, qanday tirqligini ko'tarib oladi. Yana bitta rebirth qilsak, nargiga o'tsak bo'ladi. Nargida yaxshi kuchayamiz obunachilar. Bu 12 ketdi. 70 bo'ldi, ketdiga. Video zerikarli bo'lib qoldi. Tak. Ko'rdinglarmi obunachilar? Everrange yana o'shanda turibdi. Men sakraymiz yana. Sakrab. Shunga kelsak, paq. Ana, davay. 71-urovimiz obunachilar. Siz bo'lib. Men olmadim men. Juda men qotyapti. Qasdini bor ekan buni. Lazerli. Men nimadir bor ekan. Lazerli. O'li, nima bo'ldi bu? Teksi o'ladi. Qatdan bilay. Yurib ketsang bo'ladi. Yiqilib tushmay debman-da. Kallasiga chiqib sakrab o'tib ketdim. Davay. Davay o'tib ketamiz. Buni yo'q qilamiz. Chekiga kiramiz. Boshqa. Bu qiyin ekanda, bu menga ovolaveraylik. Keyin nargisni olishga harakat qilamiz obunachilar. Davay. O'tib ketsa bo'larmi? O'tib ketsa ham bo'lar ekan. Davay. Oxirigacha bo'lmay. Tekis o'tib ketsa ham bo'lar ekan-u. Tugab qoldi. O'li o'sha joy bo'lmay. Obunachilar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr. Bugungi video o'z nihoyasiga tugadi.